Inomarka Namangandan arzon inomarka so'raganlarga akalar ko'pchilik nimaga qimmat mashina qo'yarasizlar deganlar uchun maxsus arzon inomarka topdik, qidirib yurib topdik. Bunday san'ati yili ham o'zimizni yilimiz bilan bir xil ekan, 94-yil. No, kraskalar aytib bor, chaqa-chuqasi bor. Endi 94-yil bo'lgandan keyin baribir kraskalar bo'ladi, lekin narxi вообще arzon. Matiz narxiga top qo'ydik. Yomon holatlari qoniqarli baholaymiz. Zato inomarka, kimdir inomarka so'radi, arzon inomarka so'radi. Shuning uchun maxsus topdik, qidirib topdik, lekin buni oson bo'lmadi. Biz egalar numerini pastda qoldiramiz. Bunaqa arzon inomarkalarni o'tkazib yubormaslik uchun Inomarka Namanganga obuna bo'ling. Yurakni qizartirib, eng yaqin do'stlaringizga shu videoni jo'natib qo'ying. Bu san'atiga to'rtta yangi balon taqib qo'yishgan. Balonlar holati ham unaqa yomon emas. Yoqilg'isiga keladigan bo'lsak, ham benzinda, ham metanda harakatlanadi. 100 talik metan balonlarni taqib qo'yishgan. Mashinaning hadovi qismlari juda ham yumshoq deyaptilar egalari. Bemalol o'sha Gentra, Cobaltlarning yumshoqligini berar ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, yumshoqligi Lacetti Gentra bo'ladigan bo'lsa, narxi Matiz narxida bemalol bosib olsangiz bo'ladi.